muxlislarni kutyapti. Peshqadam Nasaf va OKMK 22 tadan ochko bor. Nasaf to'plar nisbatiga ko'ra birinchi, OKMK ikkinchi. Hozir esa hujumda va tezkor gol. 7-daqiqada Xorazm futbolchilari raqib darvozasini ishg'ol ko'ramiz. Mana bu vaziyatda jarima maydonchasiga to'p yetkazib berildi. Bubaniya jarima zarbalari amalga oshirilgan paytda u hujum guruhida bo'ladi. To'pni o'tkir burchak ostida turib oyoqlar bilan mana bu tarzda qaytardi. Yerga sapchib to'p Samiyevga juda ham qulay tarzda kelib tushdi. Sunnatulla Abdullajonov yo'l-yo'lakay mana bu yerda yo'l ochib beryapti. Harakat qildi, himoyachi bilan kurashdi, ulgurmadi Abdullajonov. Shahramga to'p o'tib ketdi. Mana bu uzatmani esa Temurbek Ismoilov yuqoridan o'sha jarima maydonchasi tomonga ko'targanda Samiyev yakunda gol urdi. Demak, Xorazm